Voy. Ayajonim Koreyadan jo'natib yuborgan. Mana shuncha kosmetikalarni raspakovkasini qilamiz. Qani ketdik. Tug'ruqdan keyin hali o'zimga vitaminlar, dorilar umuman ichganim yo'q edi, chunki bolamni ona suti bilan oziqlantiraman. O'shaning uchun mumkin emas. Hozir bolam 5,5, почти 6 oylik bo'lgan. Endi bemalol mana shunaqa vitaminchiklarni, kollagenlarni bemalol ichsam bo'ladi. Ichi mana shunaqa. Bu parashokligi har kun ertalab bitta shunda ichaveramiz. Ko'proq mana shuncha bir bokal suv orqasidan ichaverishingiz kerak bo'ladi. Ikkita kremimiz ham, bittasi poralarga qarshi poralarni toraytirib beradi, ikkinchisi esa mana yuzimda sepkillarim bor, sepkillarni ochartirib beradi, yuzni oqartiruvchi kremimiz. Mana shunaqa ko'rinishda. Bunisi esa mana bunaqa ko'rinishda. Bu ham vitaminchiklar tug'ruqdan keyin ichiladigan, o'sha organizmda tiklab beradigan, yuzimizni tiniqlashtiradigan, badanlarimizni osilib qolgan badanlarni вообще ideal darajada qilib beradigan vitaminchiklar. Mana bu ham mana shunaqa parashok ko'rinishda bo'ladi. Har kun zavtrakdan keyin shunda ichib, orqasida suv ichib yuborasizlar bir bokal. Bular mana bunaqa dorilar. Buni kichkina yoshdagi bolajonlar va katta yoshdagi odamlar ichsa bo'ladi. Ichimizdagi gijja, qurtlar bormi, hammasini birdaniga tushirib beradigan mana shunaqa dorilar. Burunga sepadigan dori, bilasizlar, mana burnim tez-tez bitib qoladi. Burunda bittada zo'r qilib ochib beradigan, hech qanaqa burunga zararli ximikatlari yo'q. Tabiiy burunda ochib beradigan shunaqa sprey. Kikani hamma bilsa kerak, Kikadan toner. Toner yuzimizdagi pH balansini normada ushlab berishga, yuzimizdagi o'sha tiniq qilib beradigan, suv balansini normada ushlab beradigan narsa bo'ladi toner, qizlarjonlar, mana Kikadan. Bu mana o'zi belgilab qo'ygan, oyog'inglar bormi, tirsaginglar bormi, belinglar bormi, bo'yninglar bormi, qayringlar og'riyotgan bo'lsa, o'xshab qattiq og'riydi-ku, mana ayniqsa tug'ruqdan keyin oyog'im tez og'rib qolayotgan bo'lgan. Mana shu oyog'inglarga qayringlar og'riyotgan bo'lsa, shunda surtasizlar 1 soat ichida taqat qoldiradigan vashshe zo'rmaysiz. Tak. Kosmetika juda ham ko'pligidan qaysi birini ko'rsatishni bilmayapman. Kikadan qo'l krem, mana shunaqa. Terlashga qarshi dori. Qo'lni osti, oyog'inglar, qo'linglar qayerlar bo'lsa, o'shani terlashni bettada yo'qotib beradigan dori. Buni ham отдельный videosini chiqazaman. Ko'pchilik juda ham noto'g'ri ishlatarkan, to'g'ri ishlatiladigan videosini men chiqazaman. Anjo brendidan 24 karatlik gold naborchik. Bittasi maschka, yuzdagi poralarni qisqartirib beradi, yuzga lifting effekt berib, yuzinglarni shunaqa muloyim qilib qo'yadi. Mana shunaqa. Ikkinchisi bu murskoy toner, 24 karatli. Hozir buni ochamiz. Mana shunaqa, qaranglar. Ichida zarrachalari bor. 24 karatli toner, bu erimga. Ikkinchisi bu mana shunaqa yuzga penichka. Men penkalarni juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun oyim menga ko'p qilib penichkalar jo'natib yuborgan mana. Collagen mist sprey sepiladigan, bu yuzni qurishini oldini oladi, kollagenga boyitadi yuzni. Mana shunaqa. Mana bu tepa ko'rib turgan joyinglar bu yuzimizga kerakli bo'lgan yog', bu yog'i vitamin. Mana chayqatamiz-da. Buni xohlagan paytda ishlataverasizlar. Yuzingizda makiyajinglar bormi? Yuzinglarni yuvdinglarmi? Tez yuzi o'tda quruvchan yuzlarga вообще ideal. Kuni bilan shunda yuzinglar qurib qoldimi? Mana shunday qilib sepib yurasizlar. Yuzinglarni bittada namlantirib beradi. Bu brendni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Вообще populyarniy brend. Bundan o'zim men kecha surtgandim, mana qo'limda hali ham turibdi. Ketmaydigan pomada. Rangi mana shunaqa qizil. Bu meni yoshligimdagi orzuyim. Elektron yuzimni shotka. Va nihoyat erishdim. Bunimiz pudra. Shunaqa zo'r pudra ekan, men уже kecha ochdim buni. Ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmadim. Shunaqa yaltirar ekan. Buni qaranglar, hozir surtib ko'rsataman. Yaltiraydi shunaqa yuzingizga surtganinglarda, yuzinglar shunaqa matviy bo'lib yaltiraydi qizlar. Ideal, menga juda ham yoqdi. Kikadan yana bitta mist sprey. Mana bu giyohli o'tda hamma bilsa kerak, yuzni tinchlantiradi, oziqlantiradi, allergiyasi bor, yuziga hamma narsa ishlatavermaydigan, yuziga tushirmaydigan odamlar mana shunaqa giyohli Kikadan nabor olsa bo'ladi. Yuzinglarni tinchlantirib, oziqlantirib, oqartirib beradi.
Bu esa murskoy nabor. Buni ayajonim bilan dadajonim kuyovlariga jo'natganlar, chunki oktyabrda tug'ilgan kunlari. Buni kecha уже ochdik. Mana bu yerida ikkita kichkina buni probnikchalari bor edi. Mani dadam bilan ayamdek kuyovini yaxshi ko'radigan odam bo'lmasa kerak. Kuyovlarini shunaqa darajada yaxshi ko'radilar. Karboksin terapiya buni o'zi nimaligini aytmasam ham hamma biladi. Kosmetologlar ishlatadigan narsa. Yuzinglarni wow darajada poralarni toraytirib berib, yuzinglarga lifting effekt beradigan mana shunaqa karboksin terapiya. Buni hali alohida video qilib men ishlatib ko'rib beraman. Aytaman, o'zifini, chestni o'zifini aytaman. Hozir bittasini shunaqa shpelitga o'xshagan. Ignasi yo'q buni, shunaqa ko'rsatilganda, mana igna tiqmaysizlar, prosta bundoq qilib qo'yib chiqasizlar. Mana shunaqa narsa. Buni ham alohida video qilib o'zifini sizlarga aytaman. Yana bitta kollagenimiz, bu kollagen ozdirishga yordam berar ekan. Vazn tashiyotgan qizlarimiz mana shunaqa kollagenlar ichsanglar, kollagenlar ham ozdirishga yordam beradi. Qorninglarni to'q tutishga yordam beradi. Buni ochib ko'ramiz. Mana shunaqa bu 1 oylik ichiladi. Bu ichilmaydi, yeyiladi, bu jeleshkali. Hozir bittasini ochib ko'ramiz. Mana shunaqa bo'lar ekan. Ichida ko'pali. Bittasini ochamiz. Olmani ta'mini kelar ekan. Buni men birinchi 1 oy yeyman, chunki bu jeleshkali suroga tez o'tib ketib qolishi mumkin. Xolodilnikda tutiladi bu. Buni ichib bo'lganimdan keyin, to'g'risi yeb bo'lganimdan keyin bunisiga o'taman. Ikkalasini birdanigacha bo'lmaydi. Birinchisi buni yeyish kerak, keyin buni. Juda ham mazali ekan. Men yana yegim kelyapti. Mana shunaqa oyoq maska. Ko'z ostiga paytchi. Zubniy pasta. Kollagenli krem. Meni sevdim qizlar, вообще bomba. Buni sumочкаlarda olib yursanglar bo'ladi. Ayniqsa men bu sarig'i shunaqa shirin ekan. Va mazali yeb qo'yganlaring keladi uni. Buni mana mushkambarga o'xshagan narsacha qulog'inglarni nomdan oldilariga, qo'linglarga mana shunaqa surtib yursanglar bo'ladi. Mana bu tarafinglarga приятный hid kelib turadi sizlardan. Shunaqa kichkinagina ishlab chiqarilgan, что sumkalarga olib yurishinglarga qulay bo'lish uchun. Ko'z osti ajinlarga qarshi kremimiz mana. Mana bunaqa bo'ladi. Shuni chiqazasizlar-da, ko'zinglarni atrofiga surtasizlar. Ajinlarga qarshi. Bundan bilan kosmetikalarimiz ham tugadi. Hammasini hali ishlatib ko'rib, o'ziflarini etib, postga videolarni joylashtiraman. Hammaga xayr.